Trinasollar 540 wattli inverterim. Uzr. Panelimiz bu 238, eni 1.9,5. 912 hop 4 chasga bo'lingan. Qaysi bir chasiga soya tushib bo'lsa, uchalasi ishlayveradi shunaqa. Hop. 545 wattli nima? 540 yo 545 emas. To'g'ri esimda yo'q. Birgaga qarab beramiz. Hop, buni test jarayoni. Panelga tosh tushgan, ishlayotgan panel tepaga mana tosh tushgan. Qattandir tushgandan mollar otganmi? Bilmasam. Buni test jarayonini ko'ramiz. Buni ko'ramiz. Avto holatga qo'yib turib, avtoga qo'ydim. 8,5 amper qisqa tutashi, 17 amper tok beryapti. 30.06 volt. Рабочий ток напряжение 30.06, рабочий ток 17 amper почти. 16.9. Go'zalni ham go'zal ko'rsatkich. Keyingi 3 sekund qoldi. Keyingi testni ko'ramiz. 17 amper, 18,5 amper qisqa tutash, 17 amper рабочий tok. Go'zal. 521 watt ekan.